Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana Sergelidagi obyektimiz bitdi. Oxirgi tochkamiz. Padacha kelgan joyi bu. Xonadon egasini xohishi bilan qo'yilgan kotel. Односистемный deyiladi bu. Leningrad отопление. Kranlar qo'yib berganmiz. Xohlagan payt o'chirib qo'yadi yoki pasaytirib qo'yadi. 6 ta xona. Kladovkaga qo'ymaganmiz. Xonadonni xohishiga ko'ra qo'ymadik. Bu zal 8 ga tur. Zalimiz ham bitta mana. Kran qo'yib berganmiz bu yerga ham. Xohlagan payt o'chirib qo'yadi, pasaytirib qo'yadi o'zim. Ekonomичный variantda qilingan. Turba ham kam ketadi. Bu yog'imiz hol. Holga kichikroq qilib qo'yib berdik. Akkuratni qilib, oyoq chalinmaydigan qilib. Urvinda qo'yilgan hammasi. Bu tomonimiz detskiy. Va boyaga og'ir tochkamiz. Bu joyga 45 metr 40 tali turba ketdi. 38 metr 6 ga 3 profil ketdi. Общий narx, material narxi bilan xizmat haqqi 6 million so'm bo'ldi. 6 million so'mga bitdi. Kotelni joyi. Piramida kotel qo'yilgan. Bu tomon xudo xolasa hammom bo'ladi. Hammomga ham yo teplый pol qilib beraman, bo'lmasa batareyka qo'yib beraman. Rahmat, kuzatib turinglar.